hozir moda bo'lyapti. 5 kun Makka-i Madinagacha mana bugun 101-kunim do'stlar. Men falon joydan Makka-i Mukarramaga piyoda yo'lga chiqdim. Meni qo'llab turinglar, like bosinglar, podelisa qilinglar deganlar ko'payib ketdi. PR uchun qilayotgan bo'lsa, bu ibodat masalasini aralashtirmaslik kerak. PR uchun bo'lsa, men Rimga chiqdim, Italiyaga chiqdim, Turkiyaga yo'lga chiqdim desa desin. Ibodatda aralashtirsa, diniy fon aralashtirsa, bu joyda do'stlar biroz tilamchilikga o'xshagan narsa bo'lib qoladi. Sadaqa so'rayotganga o'xshagan bo'lib qoladi. Hajga ketyapsizmi? Voy, mana uni olib qo'ying qoridomda deganga o'xshab qoladi. O'shandan tama bo'lib qoladi. So'fi Allohga gaplarini aytib beradimi? Tama noni galab ochguncha o'l och. Tama bo'yi ko'rinmay bo'yidan qoch. Tama noniga lab ochguncha. Ya'ni hajga ketyapman piyoda peshkom. Ozgina degandan ko'ra o'l ochligingda. Tama bo'yi ko'rinmay bo'yidan qoch. Bo'y ikki xil ma'noda. Bo'y bast yaqinroqdan ko'rinadi. Bo'y bastni odamni yaqinroqdan ko'rasiz. Ikkinchi bo'yi hid uzoqroqdan keladi. U bo'y basti ko'rinmasdan hididan ham qoch uni. Hidi bor do'stlar bu yerda. Piyoda chiqsak, hajga ketyapmiz, umraga ketyapmiz. Tamagirlikni bo'yi bor, hidi bor, qoch bundan. Ikkinchisi, ulamolar hozirgi kunda, hozirgi sharoitda piyoda hajga, umraga chiqishlikni hukmi nima deb so'rashganda, eng yengil aytganlari makruh degan. Makruh, yoqimsiz ish, to'g'ri ish emas. Bir odam Madinadan nazr qildi, men dedi, piyoda boraman Makkaga dedi. Bu xabar payg'ambar alayhissalomga yetib borganda, Alloh taolo uning ibodatiga muhtoj emas, aytinglar otiga minib olsin dedilar. Hozir sharoit, imkoniyat bor, samolyot bor. Samolyotga pulim yo'q. Umrada nima qilasan unda? Puling bo'lmasa. Bor ota-onangga xizmat qil, bor qishlog'ingda ishingni qil. Bor mahallangni ishini qil. Shaharda bor o'zingni ishingni qil. Nima qilasan puling bo'lmasa? Deydi ulamolar. Makruh, karohiyati bor. U piyoda chiqayotganlarga tashab qo'yinglar shuni kesib. Nima qilasiz? Unaqangi PRga ibodatni aralashtirib, diniy diyonatni aralashtirib.